Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video Germaniyaning eng nufuzli universitetlaridan biri Freie Universität Berlin haqida bo'ladi. Biz birgalikda kampus tur qilamiz va men sizga Germaniyada o'qish haqida foydali ma'lumotlar berib o'taman. Bu universitet dunyoning top universitetlarini reytingida 88-o'rinda turadi. Germaniyada esa top 5 taliga kiradi. Siz bu universitetda 180 ta yo'nalishda o'qiy olasiz. Ularning ichidan 81 tasi bakalavr yo'nalishlari va 99 tasi magistratura yo'nalishlari. Barcha bakalavr yo'nalishlari nemis tilida, lekin magistraturani katta qismi ingliz tilida o'qisangiz bo'ladi. Juda ham kuchli bo'lgan yo'nalishlar bu universitetda bu gumanitar fanlar va tabiiy fanlar. Masalan, huquq, biologiya, ximiya, fizika yo'nalishlarida yetakchi ilmiy ishlar boriladigan institutlar joylashgan. Bakalavr yo'nalishida o'qimoqchi bo'lsangiz, asosan C1 daraja talab qilinadi. Ayrim yo'nalishlarga B2 bo'lishi mumkin. Magistraturaga esa asosan B2, ayrim yo'nalishlarga ingliz tilidan C1 sertifikat talab qilinadi. U ma'lumotni yaxshiroq bilish uchun veb-saytiga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Bu FUni kampusi Berlinning Dahlem tumanida joylashgan. Bu hudud ilgari ham o'zi ilmiy markaz bo'lgan. Masalan, Nobel mukofoti olgan Max Planck va Albert Einsteinlar shu institutlarda ishlashgan. Bugungi kunda kampusda 100 tadan ortiq ilmiy institutlar bor, bir nechta yirik kutubxonalar va tadqiqot markazlari bor. Umumiy qilib hisoblaganda mana shu hamma kampusni maydoni 180 gektar yerda joylashgan. Bu degani 250 tadan ortiq futbol maydoni. Bu maydonda 290 tacha bino joylashgan. Bu universitetda bir yillik byudjeti 700 million yevrodan ortiq. Bu dahshat katta pul. Bu pullar ilmiy ishlarga, professorlarning oyliklariga va boshqa narsalarga ishlatiladi. Orqamdagi bino bu FU Berlin universitetining bioximiya institutiga tegishli. Nomi Hans Meitner. Bu ikkita olim nomiga qo'yilgan. Ular yadroni parchalashni kashf qilishgan va Otto Hahn bunga ximiyadan Nobel mukofotini olgan. Ahamiyat berganinglardek, bu universitetning nomi Freie Universität. Bu degani erkin universitet. Bunga sabab o'sha davrda 1948-yil Berlin ikki qismga bo'lingan. Sharq tomoni Sovet nazoratida bo'lgan va g'arb tomoni g'arb davlatlarining tomonida bo'lgan, masalan Amerika va Fransiya. O'sha paytda Berlinning asosiy va markaziy universiteti bugungi Humboldt universiteti bo'lgan. Humboldt universiteti Berlinning sharq sovetlar tarafida joylashgan. O'sha vaqtda talabalar va professorlar siyosiy bosimni his qilishni boshlashadi. Ular darsda erkin fikr bildirish olmaydi yoki mustaqil tadqiqotlar olib borish olmaydi. O'shanda bir guruh talabalar va professorlar ilm fan erkin bo'lishi kerak degan g'oya bilan chiqishadi va ularni Amerikaning harbiy ma'muriyati va boshqa g'arb davlatlari qo'llab-quvvatlashadi va ularga joy va pul ajratishadi. Bu nom universitetda asosiy va'dasini bildiradi. Erkin ta'lim, erkin tadqiqot va erkin fikr almashuvi. O'zim mana shu universitetni gerbida ham 3 ta so'z yozilgan: haqiqat, adolat va erkinlik. Hozir biz fizik, kimyo va elektroximiya institutining yonida turibmiz. Bu institut 1911-yilda asoslangan va bu inisiativa bilan chiqqan olim Fritz Haber keyinchalik Nobel mukofotini olgan ximiya fanidan. Bu institutda amoniyakni industrial ishlab chiqarilishi kashf qilingan. Keyinchalik Birinchi jahon urushida nemislar tomonidan ishlatilgan kimyoviy qurol ham shu yerda o'ylab topilgan. Hozirgi kunda bu institut dunyo bo'yicha o'zini sohasida yetakchi ilmiy markazlardan hisoblanadi. Xo'p, biz Freie Universität Berlinning tarixi va kampusi bilan tanishib chiqdik. Hozir ko'rayotgan narsalar bu Freie Universität Berlinning veb-sayti. Google'dan topib kirsanglar bo'ladi. Bu saytda sizlar o'qishga topshirish uchun eng muhim ma'lumotlarni topsanglar bo'ladi. O'shalarni hozir qisqacha ko'rsatib o'taman. Saytga kirganinglardan keyin tepada tilni tanlasanglar bo'ladi, ingliz tilida yoki nemis tilida. Men sizlarga nemis tilida ko'rsatib o'taman.
lekin hamma narsa ingliz tilida ham bor. Xo'p, birinchi bo'lib Studiumga kiramiz. Keyin Studiengang finden, nima yo'nalishda borligini topish. Boshida aytib o'tish kerak, agar siz hozir maktabda yoki litseyda bo'lsangiz, siz Germaniya universitetida bakalavr o'qishingiz uchun birinchi Germaniyada studientkalik qilishingiz kerak yoki O'zbekiston davlat institutida 1 yil o'qishingiz kerak. O'sha Germaniyada nima yo'nalishda o'qimoqchi bo'lsangiz bakalavrda o'shanga mos keladigan studienkalikka kurslari bor yoki o'sha O'zbekiston davlat institutini o'shanga bakalavr yo'nalishiga to'g'ri keladigan bir-biriga o'xshagan bitta yo'nalishda 1 yil o'qib berishingiz kerak. Bu universitetda o'zini studienkaligi ham bor, bakalavr, magistratura va doktoranturasi ham bor. Biz hozir ketma-ket birinchi bakalavr, keyin studienkalikka, keyin qisqacha magistraturani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bakalavr yo'nalishlari, magistratura yo'nalishlari va doktorantura. Biz birinchi bakalavr ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda bakalavr yo'nalishlarining ro'yxati berilgan. Masalan, biz aytaylik, bakalavr yo'nalishini biologiya sohasiga topshirmoqchimiz. Biologiyani tanlaymiz va bu yoqda o'sha yo'nalish haqida eng muhim ma'lumotlar berilgan. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda shu biologiya o'zi nimaligini qisqacha tushuntirib o'tgan tepada. Undan keyin nima mavzularni o'qilinadi, nimalar o'rgatilinadi, o'sha qisqacha ko'rsatilgan va o'qish qachon boshlanishi, faqatgina qishki semestr boshlanadi, faqatgina oktyabrda degani. U degani siz hujjatlarni bahorda topshirasiz. Ikkinchi muhim narsa bu qaysi tilda o'tilinadi. Nemis tili ko'rsatilgan, faqatgina nemis tilida. Va siz qancha o'qishingiz ham ko'rsatilgan 6 ta semestr. Keyin oxirida o'qib chiqqaningizdan keyin nima kasblarda ishlay olishingiz ham bu yoqda ko'rsatilgan. Masalan, aytaylik, Forschungseinrichtungen, o'sha ilmiy ishlar boriladigan markazlarda ishlay olasiz. Gen texnologiya, molekulyar biologiya, toksikologiya, farmatsevtika yo'nalishlarida yoki oziq-ovqat industriyasida, laboratoriyada va boshqa joylarda ham shunaqa ishlay olasiz. O'shalar ko'rsatilgan. O'shalar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, endi aytaylik, shu yo'nalishni tanladingiz. Bu yoqda yo'nalishlar ko'p. Shu bittasini tanlaganingizdan keyin o'shanga hujjat topshirasiz. Uni ma'lumotlarini bilish uchun bu yoqda ko'rsatilgan mana Bewerbungsfristen. Mana shunga kiramiz. Bu yoqda nima deyilgan? Xo'p. Yo'nalishlar internatsional abituriyentlar uchun degan joyini ochamiz va bu yoqda sanalar ko'rsatilgan, qachon topshirishingiz mumkin. Aytilganki, agar u yo'nalish Zulassung Beschränkung bo'lsa, degani shu NC bu yo'nalishlar ko'pincha juda ham yaxshi ko'rilgan va qiyin yo'nalishlarga joy aniq soni cheklangan bo'ladi. O'shanaqa bakalavr yo'nalishlarga siz 1-iyundan 15-iyulgacha hujjat topshira olasiz. Ayrim yo'nalishlar bor bakalavrda, ularni soni, shu joylarning soni chegaralanmagan. Ularga siz 1-iyundan 1-sentyabrgacha hujjat topshira olasiz. Bu yoqda alohida ko'rsatilgan studiyenkalik uchun hujjat topshirish. Studiyenkalikka topshirish muddatlari mana ko'rsatilgan. 1-iyundan 15-iyulgacha va hujjat topshirish UniAssist orqali bo'ladi. Va bu yoqda aytilganki, yana magistratura yo'nalishlari uchun sanalar ko'rayotganingizdek sal vohliroq yopiladi. Magistraturaga agar siz o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz va ularni shu siz tanlagan magistratura yo'nalishining joylari cheklangan bo'lsa,
siz 15 apreldan 31 maygacha hujjat topshira olasiz va ko'pincha hali qo'lingizda diplom bo'lmasa ham keyinchalik uni yuklab qo'ya olasiz. Qolgan hamma hujjatlaringizni vaqtida yuklagan bo'lsangiz. Shu joyi chegaralanmagan magistratura yo'nalishlari ham bor. Endi biz Studinkalik veb-sayti bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda Studinkalikka tegishli bo'lgan hamma ma'lumotlar deadlinelar ko'rsatilgan. Aytilinganki, agar siz UniAssist orqali 3 ta universitetga hujjat topshirsangiz, bu o'sha Freie Universität Berlin, Humboldt universiteti va Charité. UniAssist orqali shu universitetlarning bitta yo'nalishini tanlaysiz, bakalavr yo'nalishini, va o'shanda sizga kerak bo'lgan Studinkalik kursini ular taklif qilishadi. Hujjat topshirish sanalari bu yerda ko'rsatilgan, aytib o'tdik uni. Va qachon imtihon bo'lishi ham ko'rsatilgan. Bu Studinkalikda faqatgina siz qishki semestrga hujjat topshira olasiz. Va dars boshlanishi ko'rsatilib o'tilgandek shu sentyabr 1-haftasida bo'ladi. Xo'p, endi Studinkalikka topshirish uchun sizdan nimalar talab qilinishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi va eng muhimi, bu sizni nemis tilidan sertifikatingiz kamida B2 darajada bo'lishi shart nemis tili. Uning uchun siz shu B2 sertifikatini olishingiz mumkin. Qanaqa sertifikatlar o'tadi bunga? Shu O'zbekistonda topshirsangiz bo'ladigan TELK B2 sertifikati, Goethe B2 sertifikati yoki DSH1 yoki TESTAFdan 4 ta qismida 3 olgan bo'lsangiz, o'shanda ham bu B2 hisoblanadi. Va undan tashqari bu Studinkalikka siz agar C1 kursini to'liq bitirgan bo'lsangiz va til markazidan o'sha C1 darajani to'liq bitirganligingiz haqida hujjat bo'lsa, to'liq bitirilgan yoki hozir C1 ga qatnashayotganligingiz haqida hujjat bilan ham topshirsa bo'ladi. Sertifikat shart emas. Hujjat topshirganingizdan keyin siz imtihonga taklifnoma olasiz. Taklifnoma bilan siz vizaga hujjat topshirasiz. Kirish imtihoni bu yerda ko'rsatilgan. Bu Studinkalikda 4 ta kurs bor. G kursi, M kurs, T kurs va V kurs. Berlinda yana bitta Studinkalik bor. Bu Berlinda Texnika universitetining Studinkaligi. U Studinkalikda faqatgina T va V kurs bor. Agar siz texnika yo'nalishida o'qimoqchi bo'lsangiz, Berlinda sizga boshqa o'sha Berlin Texnika universitetining Studinkaligini maslahat beraman. Xo'p, bu yerda o'sha imtihon qanaqa o'tishi to'liq ko'rsatilgan. G kurs uchun 2 ta qismdan iborat. Nemis tilidan 30 minut va ikkinchisi bu grafiklar bilan bog'liq imtihon. Bu ham 30 minut bo'ladi. Xo'p, M kurs, T kurs va V kurs uchun imtihonlari bir xil, ikkalasida 2 ta qismdan iborat. Birinchisi nemis tilidan test 30 minut bo'ladi. Ikkinchisi matematikadan test 45 minut bo'ladi. Shu umumiy 90 minut. Bu yerda siz o'sha imtihonga tegishli bo'lgan muhim ma'lumotlarni ham ko'rib chiqa olasiz. Xo'p. Endi bu yerda ko'rsatilganki, qaysi kurslarda nima fanlar o'tilinadi. Masalan, M kursda nemis tili, matematika, biologiya, fizika va kimyo. Undan tashqari V kurs bor, G kurs bor va T kurs. Bularni ham alohida siz bu yerdan kirib, masalan, aytaylik,
M kursda biologiyadan nimalar o'tilinishini shu yoqqa kirib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu yoqda ko'rsatilgan, masalan, sel biologiya, hujayrani biologiyasi, qaysi mavzular o'tilinadi, hammasi ko'rsatilgan. Bundan tashqari mana genetika o'tilinadi, neyrofiziologiya, shu 3 ta katta guruhda har bittasida ko'p kichkina mavzular ko'rsatilgan. Va imtihon turi surunkalik vaqtida qanaqa bo'lishi ham ko'rsatilgan. Va nima kitoblar tavsiya qilinganligi ham bu yoqda ko'rsatilgan. Masalan, mana shu kitob biologiyadan yoki bu kitob. Xuddi shunaqa qilib siz o'zingizga kerakli bo'lgan fanni mavzularini ko'rib chiqa olasiz. Agar O'zbekistondan turib surunklikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, kirish imtihonidan tashqari, masalan, matematika, nemis tilini birinchi darajada o'rganasiz va undan tashqari o'sha sizga kerakli yo'nalishni, asosiy mavzularni shu yerdan ko'rib, masalan, ekonomika fanidan nima mavzular o'tilinishi ham ko'rsatilgan. Imtihon qanaqa bo'lishi va nima kitoblar tavsiya qilinganligi ham ko'rsatilgan. Hujjat topshirish UniAssist orqali bo'ladi. UniAssistni qanaqa ishlatish kerak, qanaqa qilib o'qishga topshirasiz, buning uchun alohida videoyimiz bor. O'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Biz hozir surunkalik va bakalavr yo'nalishlarini ko'rib chiqdik. Ularning talablari va hujjat topshirish. Endi magistratura yo'nalishlarini ko'ramiz. Bu yoqda ro'yxat berilgan, ko'rayotganinglardek juda ham ko'p. Bu yoqda bu ro'yxatda ham nemis tilida, ham ingliz tilida bo'lgan yo'nalishlar aralash ko'rsatilgan. Siz agar faqatgina ingliz tilida o'qisa bo'ladigan magistratura yo'nalishlarini ro'yxatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuni bossangiz sizga alohida ko'rsatiladi. Shu hamma yo'nalishlar faqatgina ingliz tilida. Masalan, aytaylik, biz Master of Science ekonomika yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda Zugangsvoraussetzungen ko'rsatilgan. Bu degani, bu magistratura yo'nalishiga kirishga sizdan nimalar talab qilinadi? Bu yoqda aytilganki, sizda bakalavri diplomi bo'lishi kerak. Bakalavr bitirgan bo'lishingiz kerak. Nima sohada? Ekonomika sohasida, statistika sohasida yoki ekonomika yoki statistika juda ham katta qismni egallagan bir boshqa bakalavr sohasida o'shanga yaqin bo'lgan yo'nalishni bitirgan bo'lishingiz kerak. Ekonomika yoki statistika. Va sizga bakalavr o'qib chiqqaningizdan keyin tabel beriladi. O'sha qaysi modul o'tilingan, necha soat o'tilingan va necha baho olgansiz. O'sha fanlarning ro'yxatida sizni bakalavringiz diplomida ekonomika va statistika bilan bog'liq bo'lgan modul yoki fanlarni qismi kamida 60 ta Leistungspunkt bo'lishi shart. U degani bakalavrda o'zi 180 ta Leistungspunkt bo'ladi. O'shandan 3dan biri ekonomika yoki statistika bilan bog'liq bo'lishi kerak. Undan tashqari mana shu ekonomika, statistika, matematika va ekonometriya bilan bog'liq bo'lishi kerak. Mana shu 60 ta Leistungspunkt. U degani shu 30%, 3dan biri 33%. Va ingliz tilidan C1 sertifikati kerak. Xo'p, yana bu saytda nimalar ko'rsatilgan? Xo'p, Gebühren qancha pul to'lashingiz kerakligi aytilganki, bu yo'nalishda, bu davlat universiteti va bu yo'nalishda o'qish tekin, bepul. Siz faqatgina semestr to'lovini to'lashingiz kerak.
Bu 6 oy uchun 300 yevro atrofida bo'ladi. Xo'p. Bu ekonomik yo'nalishi shu mana shu economic systemsda nima mavzular, nima yo'nalishlar o'tilinishi qisqacha ko'rsatilgan. Xo'p. Va eng muhim narsalar shu yoqda o'qish qachon boshlanishi kerak? Boshlanishi qishki semestrda boshlanadi, faqatgina oktyabrda. O'qish to'liq ingliz tilida bo'ladi. Bu Master of Science bo'ladi, Master of Arts ham bor va 4 semestr davom etadi, 2 yil. Keyin mana shu ham muhim narsa, bu degani shu lokale Zulassungsbeschränkung degani bu yo'nalish joylari, shu joylarning soni cheklangan. O'shanga sizda konkurensiya bo'ladi, sizni tanlab olishingiz kerak bu yo'nalishga. Va pastda shu mana shu magistratura yo'nalishida nimalar o'rganishingiz batafsil ko'rsatilgan. Qaysi modullar bo'ladi, modullarning Leistungspunktlari, mana shular bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Va yana pastda mana shu yo'nalishni bitirib chiqqaningizdan keyin qaysi kasbda ishlay olishingiz ham ko'rsatilgan. Magistraturaga hujjat topshirishni deadline'larini ko'rib chiqdik. Yana xuddi shu saytga tushasiz va bu yoqda ko'rsatilganki, shu masalan pastda magistratura yo'nalishlariga hujjat topshirish sanalari. Chet ellik abituriyentlar uchun keyingi yildan boshlab shu universitetga hujjat topshirishda yengillik kiritdi. Endi bu universitetga siz UniAssist orqaligina topshirib qo'ysangiz bo'ldi emas. Oldin shunaqa ediki, masalan siz studentkalikka yoki bakalavrga topshirayotganingizda shu universitetga kirib, o'sha yerdan bakalavr yo'nalishini tanlab, o'shanga hujjat topshirib, ariza topshirsangiz, UniAssist ularni ko'rib chiqib, universitetga jo'natardi va universitet sizga to'g'ridan-to'g'ri javob berardi. Imtihonga taklifnoma yoki o'qishga qabul qilinding deb. Endi keyingi yildan boshlab unaqa bo'lmaydi. Siz UniAssistdan VPD degan hujjatni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Siz birinchi bo'lib shu universitetdan yo'nalish tanlab olasiz, shu studentkalik, bakalavr yoki magistratura. Undan keyin UniAssistga kirib, u yoqda shu universitetni tanlaysiz va shu universitet uchun VPD degan hujjat bor. O'sha hujjatni tanlasangiz bo'ladi. O'sha hujjatni tanlasangiz kerakli savollar paydo bo'ladi, ularga javob berib chiqasiz, hujjatlaringizni yuklaysiz va UniAssist bu narsani 4-5 hafta ichida ko'rib chiqib, sizga bitta hujjat tayyorlab beradi. Buga ariza topshirish, mana shu hujjat tayyorlashga yilni xohlagan vaqtingiz qilsangiz bo'ladi. Ma'lum bir deadline'lar yo'q. Shu hujjatni tayyor qilganingizdan keyin o'sha hujjat bilan birga siz bu FU universitetda o'zini hujjat topshirish portali bo'ladi, sayt orqali kirsangiz bo'ladi. O'sha portalga kirib registratsiyadan o'tasiz va o'sha UniAssistdan tayyorlangan hujjatni bu portalga yuklab qo'yasiz. U bilan birga boshqa hujjatlarning ro'yxati bor, ularni ham yuklaysiz, kerakli savollarga javob berasiz va o'shan bilan sizni arizangizni universitetda o'zi ko'rib chiqadi to'liq va javobini sizga yetadi. Agar siz Germaniyada studentkalik bitirgan bo'lsangiz, sizga bu hujjat qilish shart emas. O'sha studentkalik FSP attestati bilan to'g'ridan-to'g'ri shu universitetni portali orqali hujjat topshirsangiz bo'ladi. Siz UniAssist orqali qilishingiz shart emas. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. Befreit, shu ozod bo'lgan mashqda hujjat qilishdan, studentkalik qilgan bo'lsangiz shart emas. Xo'p. VPD qilishingiz UniAssistda bir alohida proses. Keyin
shu universitet portali orqali bitta qaysidir yo'nalishga topshirishingiz alohida protsess bo'ladi. Ikkalasini qilishingiz majburiy. Xo'p, VPDni aytilgandek xohlagan vaqt qilsangiz bo'ladi. Lekin universitetga hujjat topshirayotganingizda bakalavr yoki magistraturaga unda deadlinelar bor. Siz birinchi bu hujjatni tayyorlab olib, o'sha deadlinelarni ichida ulgurib portalga yuklab qo'yishingiz kerak. Xo'p, UniAssist'da mana shu VPD hujjatni odatda 4-5-6 hafta ichida tayyorlab beradi sizga. O'sha deadlinelarni siz inobatga olib, vaqtliroq boshlashingiz kerak bo'ladi VPD hujjati tayyorlashni. Xo'p, ayrim boshqa universitetlar bor, shunaqa VPD so'raydigan. Har bitta universitetga siz alohida VPD hujjatini qilasiz UniAssist'da. Bitta hujjatni ko'p universitetga ishlata olmaysiz. Lekin o'sha bitta hujjatni bitta universitetni ko'p yo'nalishlariga topshira olasiz. Alohida har bitta yo'nalish uchun qilishingiz shart emas. VPD tayyorlash uchun UniAssist'ga to'lov qilasiz. To'lov narxi 30 euro bo'ladi. Xo'p. Shu eng muhim narsalar. Bu sayt hali ishlab chiqilmayapti. Yana kerakli muhim informatsiyalar shu noyabr oxirigacha qo'shiladi. Shunga ahamiyat beringlar. Veb-saytda bu qismida har bitta yo'nalish uchun bakalavr, studentkalik va magistratura uchun kerakli nemis tili yoki ingliz tilidan minimal talablar ko'rsatilgan. Ayrim yo'nalishlar bor, masalan, nemis filologiyasi yoki nemis tilidan literatura yo'nalishida sizda eng yuqori sertifikat bo'lishi talab qilinadi, C2. Qolgan barcha bakalavr yo'nalishlariga sizga C1 daraja yetadi. Bu joyda siz qaysi sertifikatlar bilan hujjat topshirishingiz mumkinni ko'rsatib chiqqan hamma variantlarni. Testav shu maslahat berganim aytilganki, shu kamida ikkita qismida 4, ikkita qismida kamida 3 olsangiz bo'ladi. Yoki DSTdan ikkinchi shu shtufa C1 hisoblanadi. ONDAF, ONSETdan C1, DSH1 yoki TEL C1. Agar studenkalikka topshirmoqchi bo'lsangiz, nemis tili B2 darajada bo'lsa yetarli bo'ladi. Uni gaplashib ko'rib chiqdik. Agar siz O'zbekistondan turib nemis tili o'rganish uchun til markazi qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga Blitz nemis tili markazini maslahat bera olamiz. Ularni Toshkent, Samarqand va Farg'ona filiallarida barcha nemis tili darajalari uchun kurslar ochildi. Siz shu videomiz pastdagi havola orqali shu kurslarga yozila olasiz. Shu yerda videomiz oxiriga yetdi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Agar video davomida yoki oxirida qanaqadir savolinglar paydo bo'lgan bo'lsa, bizning Telegram guruhiga kirib bersanglar bo'ladi. Bu yerda bizning adminlar va boshqa Germaniyada o'qiyotgan ko'p o'zbek talabalar bor. Ular bilan birga sizga yordam berishga harakat qilamiz. Agar sizga o'qishga Germaniyaga kelishga yordam kerak bo'lsa, bu til kursi bo'ladimi, studentkalik, bakalavr yoki magistratura, bizani Study in Germany konsalting servisiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz sizga boshidan oxirigacha yordam beramiz. Ko'rganinglar uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.